Trend bo'layotgan ranglardan sizlarga qaranglar qanaqa chiroyli luk yasadik. Lasina oldi zamokli, ikkita yonlarida cho'nchaklari bor va kapюшonli qizlar. Ichidan topik. 3 xil narsani bitta chiroyli qilib manekenni kiyintirdik. Qaranglar. Tastovkamiz zamokli 225 mingdan bo'lgan narxda, lasina 165 mingdan bo'lgan narxda, topik 125. Svetshotimizni yenglari uzun, qo'llari manjetli, materiali ham juda ham zo'r qizlar. Trend bo'layotgan ranglardan va buni yuvib kiyadigan, lasinamiz ham o'lmaydigan material. Mana materialni bilasizlar qizlar. Son qismi yoqishigi, klosh bo'lib turadi qizlar. Buni ham rasvetkalari bor, mana qorasi. Rubchik materialda visoki pasatda hammasi qizlar. Svetshotlarimizning ham rangi bor, lasinalarning ham rangi bor. Uni qorani qaranglar qanaqa chiroyli bogati turadi qizlar. Hozirgi salqin havolarda kiyishlarga kalta bo'lib turadigan svetshotlar va ranglar bilan sizlarga seri rangida, bularning qizil rangi va qora rangi ham bor. Material boshqacharoq, plotni bu ham materiali. Ichlarini ham kichik salqinlarda ertalab kiyishlarga juda ham zo'r bo'lgan svetshotlarimiz, undan tashqari lasinalar ham bor, xabaringlar bor. Kojunli lasinalarimiz razmeri M dan XL gacha bo'lgan razmerda. Ichlarini ham qaranglar. Pasatkalari ham visoki qorin qismiga balon turadi. Juda chiroyli turadi. 145 mingdan. Mana bunaqa glyantsovisi ham bor. Bu ham 145 mingdan bo'lgan narxda, razmerlari M, X. Xolisanglar alohida, xolisanglar birga qilib olsanglar bo'ladi. Hamma filiallarimizda sizlar uchun sotuvda bor.